Grant ta'lim maktabida 12-oktyabrdan 17-oktyabrgacha ingliz tili haftaligi o'tkazildi. Hafta davomida o'quvchilar ingliz tili fanidan olgan bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun Spelling Bee, yuqori sinf o'quvchilari uchun esa quiz contest kabi qiziqarli tadbirlar tashkil etildi. Hafta davomida maktabimizda ingliz tili ruhi va kayfiyati sezilib turdi. Sinflarda esa o'quvchilarning faol ishtiroki bilan ochiq darslar o'tkazildi. Ingliz tili haftaligidan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarni tilga yanada qiziqtirish va o'tilgan mavzularni turli viktorinalar orqali mustahkamlash edi. Bu hafta nafaqat o'quvchilarning bilimini, balki ularning ishonchi va tilga bo'lgan muhabbatini ham mustahkamladi.